Kanalizatsiya tizimi rejalashtiryapsizmi? Unda bu xatolarni qila ko'rmang. Eng katta xatolardan biri bu loyihasiz ishlash. Ko'pchilik insonlar quvurlarni qanday yotqizish kerakligini faqatgina ta'mir vaqti hal qilishadi. Bu esa noto'g'ri. Avval loyihalashtirib, qanday qiyalikda o'tkazishni aniqlab olib, keyin esa kanalizatsiya tizimini o'tkazgan maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa ortiqcha hidlarni oldini oladi, suyuqlik to'liq o'tib ketishini, undan tashqari tiqilib qolishlarni oldini oladi. Agar quvurlaringiz juda ham tekis bo'lsa, chiqindilar tiqilib qoladi. Agar juda ham tik holatda joylashgan bo'lsa esa, suv oqib ketadi, chiqindilar esa to'planib qoladi. Shu muammolarga duch kelmaslik uchun o'rnatilayotgan joydan va albatta quvurlaringizni diametridan kelib chiqqan holda mutaxassis bilan maslahatlashib, qiyalikning, ya'ni nishablikning ideal yechimini tanlang. Arzon quvurlar, qimmat muammolar. Ko'pchilik sifatsiz va arzon quvurlarni tanlashadi. Bunday quvurlar esa issiqlikka hamda bosimga bardosh bera olishmaydi va tez yoriladi. Bunday muammolarga duch kelmasligi uchun esa sifatli quvurlarni tanlashni unutmang. Har bir qurilma alohida e'tibor talab qiladi. Rakvina, unitaz, dush kabina, ularning har biri uchun quvur yo'nalishi, diametri va albatta ularning ulanish nuqtalari to'g'ri rejalashtirilishi kerak. Kanalizatsiya tizimi ko'zga ko'rinmaydi, lekin uyingizdagi eng muhim tizimlardan biri hisoblanadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishni unutmang.